Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Ibn Mojah mana rivoyat qilgan hadislarda Rasululloh marhamat qiladilarki, Yawmul jum'ati sayyidul ayyam va a'zamuha indalloh. Juma kuni bu kunlarning sayyidi va Alloh taoloning huzuridagi eng ulug' kunlardan. Va huwa azamu indallohi min yawmil fitr va min yawmin nahr. Bu Qurbon hayiti kunidan ham kerak bo'lsa, qadri Allohning huzurida baland bo'lgan kun deyildi. Alloh subhanahu va taolo bu juma kuniga 5 ta xislatni yozib qo'ydi. Alloh taolo Odam alayhisalomni jannatdan juma kunida chiqardi. Odam alayhisalom juma kunida vafot etdi. Va qiyomat qoyim bo'ladigan kun ham mana shu juma kunida bo'ladi. Qaysi bir kishi Alloh subhanahu va taolodan juma kunida duo qilib bir narsani so'rar ekan, modomiki bu harom bo'lmasa, Alloh taolo albatta ijobat qiladi. Mana shunday muborak kunda o'tiribmiz, Alloh taolo duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin va barcha so'rayotgan shariy talablarimizni Alloh taolo ado etgan bo'lsin. Ali ibn Abi Talib karamallohu vajhiga marhamat qiladi. Juma kuni kiradigan bo'lsa, shayton o'zini yordamchilari bilan bozorlarda yuradi, poylar. Ya'ni odamlardan ana shu juma namoziga chiqishlikdan chalg'itishlik uchun tijoratini yoki odamlar bilan qilgan muomalasiga bir aralashadiki, juma namoziga chiqmasligiga harakat qiladi. Lekin farishtalar ham bekor turmaydi bu kunda, deydi Ali karamallohu vajha, masjidni eshigini tagida o'tirishadi, kirgan odamlarning hisobini qilib. Har bitta kirgan odamning ismi yoziladi, deydi Ali roziyallohu anhu tomonidan. Va qaysi bir kishi juma kunida masjidga tahorat olib keladigan bo'lsa, imom chiqqunga qadar imomga yaqin joyga o'tirsa, sukut saqlasa va lag'ov so'zlarni gapirmay o'tiradigan bo'lsa, bu kishiga har bitta qilgan ibodatiga 2 barobar ajr beriladi. Endi qaysi bir kishi imomdan uzoqroq o'tirsa, eshitsa, sukut saqlab, bekorchi gapni gapirmasa, bitta ajr bo'ladi. Endi qaysi bir kishi masjidga kirsa, yo imomga yaqinlashmasa, tashqariga chiqib, ya'ni uzoq bo'lgan holatda lag'ov so'zlarni gapiradigan bo'lsa, mauizaga quloq solmasdan unga bitta gunoh bo'ladi. Ya'ni masjidga kirgandan keyin sukut saqlab, mana shu yerda gapiriladigan amr ma'rufga quloq solishlikka ishora bor bu yerda. Endi qaysi bir kishi masjidga kirsa, imomdan uzoq o'tirsa, mauizaga quloq solmasdan umuman dunyo gapi bilan gaplashib o'tiradigan bo'lsa, bu odamga 2 ta vizr, 2 ta gunoh yoziladi deydi. Mana alhamdulillah juma namoziga hali 1 soat vaqt bo'lishiga qaramasdan, bu yerga kelganlarga Alloh taolo rozi bo'lsin kelganlardan, ana shu amr ma'rufda yashaman deb kelganlar o'tiribdi. Modomiki bu yerda endi imomga qanchalik yaqin uzoq o'tiribmiz, bu o'sha kelgan maqamimizga bog'liq. Sukut saqlab o'tirsak, diqqat qilib eshitadigan bo'lsak, albatta ajrdan bu o'tirishimiz xoli bo'lmaydi. Ya'ni siz bilan biz bu yerga kelishimizga Alloh taoloning roziligi bo'lgandan keyin boshqa dunyoviy so'zlarni, dunyoviy xayollarni tashqarida qoldirib kelgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu juma fazilati edi. Mana endi qissaga qaytadigan bo'lsak, o'tgan suhbatimizda siz bilan mana 2 suhbatning mobaynida Musa alayhisolamning qissasini gaplashyapmiz. Qisqacha takrorlashib qo'yadigan bo'lsak, Musa alayhisalom mana aytdik, Banu Isroildan edi. Banu Isroil Misrda yashar edi. Yusuf alayhisalom iqtisod vazir bo'lib turgan paytda Yoqub alayhisalom o'zining 11 ta aka-ukasini Misrga kelishligini taklif qildi. Ular ko'chib kelishdi va Banu Isroil Yusuf alayhisalomni hurmatidan Misrda shohlardagi umr ko'rishdi. Lekin o'rtada ana shu Yusuf alayhisalom tirik bo'lib turgan paytdagi Fir'avn Yusuf alayhisalomni hurmat qildi, Banu Isroil ham hurmat ko'rdi. Undan keyingi kelgan 2-chi, 3-chi Fir'avn Banu Isroilni xor qildi. Ularni qullarini deb e'lon qildi. Erkaklarni sahrolarda, tog'larda, toshlarda qul singari ishlatar edi, ayollarini cho'ridek foydalanishadi. Xohlaganda foydalanishadi ayollardan. Mana shunday hol bo'lib turgan paytda Fir'avn tush ko'rar edi. Shuda ana shu Falastin tomonidan bir o't kelib, Misr diyorlarini kuydirib ketadi. Faqat Banu Isroil yashaydigan joylarga tegmaydi. O'zini qo'g'oldidagi sehrgarlar bilan maslahat qilganda ular aytishki, Banu Isroildan bir odam tug'iladi, seni halokatingga sabab bo'ladi. Ana shu bola tug'ilmasligi uchun Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloqni so'yishlikka buyurdi. Ya'ni
Alloh taolo Banu Isroilga bergan ne'matini minnat qilib aytadiki, eslanglar, ular sizlarni erkaklaringizni so'yib, ayollaringizni tirik qo'yar edi. Mana shu narsada Allohning qattiq balosi bor ustinglarda. Musa alayhisalomning onasi mana tug'ilganda ehtiyot qilib, solib oqizib yubordi Nilga, Fir'avnning uyida katta bo'ldi. Alloh taoloning taqdiri ekan, fa'alul lima yurid. Alloh taolo xohlagani qiluvchi zot ekan. Ana shu Fir'avnning halokatiga sabab bo'ladigan Musa alayhisalom Fir'avnning uyida katta bo'ldi. Bu Alloh taoloning mashiyati har qanday mashiyatdan ustun turishligi. Hazar qadardan hech qachon saqla olmaydi. Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, ming ehtiyot bo'laylik, baribir Alloh taoloning aytgani bo'ladi. Mana Musa alayhisalom odam o'ldirib qo'ydi, Madiyanga ketdi. Madiyanda Shuayb alayhisalomga kuyov bo'lganini aytdik, Madiyan qishlog'ida. Va u yerdan Alloh taolo 10 yil yashagandan keyin Misrga qaytib kelayotganda payg'ambarlikni u kishiga in'om qildi. Va bir qancha mo'jizalar bilan quvvatladi. Sehrgarlar bilan bo'lgan o'rtadagi bahsini mana o'tgan suhbatda gaplashgan bo'ldik. Bugungi yetib kelgan joyimiz ana shu sehrgarlar Musa alayhisalomni hassas yerga tashlangandan keyin, ularda qilgan sehrlarni yutib tashlagandan keyin bu sehr emas, Allohning mo'jizasi ekanligini guvohi bo'lishdi va ulqiyas saharatu sujjada. Sehrgarlar sajdaga uloqtirildilar. Ya'ni Alloh taolo ularni yiqitdi. Firavn bu mag'lub bo'lib qolishligida o'zini yo'qotib qo'ymadi, doldirab qolmadi. Balki ana shu haligi qo'rqoq birinchi mush ko'tarib degan so'z bor bizda. Kuch ishlatishlik, zo'ravonlik qilishlik inson nohaq bo'lganda boshlaydi bu hunarini. Hujjatlashib, dalillash olmay qolgan paytda mush ko'tarishga o'tiniladi. Shunday emasmi? Bu sizlarni kattalar ekan dedi. Sizlarga sehrni o'rgatibdi dedi. Mana shu Banu Isroilda Misrdan chiqarib ketishlik uchun sizlarga u sehrni o'rgatibdi, sizlar ittifoq qilyapsizlar. Men sizlarni teskarachasiga kesib azoblayman dedi. Ya'ni chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Bu yana shu azobda bir qattiq turlardan ekan. Shunda sehrgarlar nima deb javob berishdi? Mana Firavnlarga qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum allazi 'allamakumus-sihr. Bir daniga sajda qilishib o'rganda 40 ta sehrgar. Firavn bu yutkizib qo'ydi. Ishongan odamlar iymon keltirib o'rganda, sizlar sehrgarlarga men sizlarga hali ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi hali? Ya'ni haddidan oshishlikda, tug'yonda cho'qqisini ko'ringki, iymon keltirishlik ham uning maslahati bilan bo'lishi kerak. Haq ustida ota bilan, ona bilan maslahat qilinmaydi. Alloh taolo harom dedimi? Men dadamdan so'rab kelaychi borib, nima derkin degan gap ketmaydi. Namoz o'qish kerak deganda bir maslahat qilib jo'ralarimdan degan gap ketmaydi. Mana aytdik, hayotga kelib yashab yutgan odamlardan bittasi mana shu 40 ta sehrgar bo'ldi. Chunki ertalab kofir edi. Zuho vaqtida Musa payg'ambarga qarshi chiqishgan edi. Lekin peshindan keyin iymonli bo'lishdi, Shomgacha o'ldirib olgan bo'lsa shahid bo'lib ketmadimi ular? Ana shu dunyoga kelib yashab o'tgan odamlarda mana Xolid ibn Valid bilan chiqib yakkama-yakka olishga chiqqan ana shu nasroniy bir askar bilan bo'lgan munozarasini aytdik. Ertalab kofir edi, peshinda musulmonlarga qarshi qurol ko'tarib chiqqan edi, asrda shahid bo'lib jannatga kirib ketmadimi? Ya'ni sizlardan bir kishi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. Bir umr jannatiy ishlarni qilib yuradi, lekin kitob o'zib ketadi. Oxirida umrining oxirida bitta gunohni qilib, Alloh shuni ustini jonni oladi, jahannamga ravora bo'ladi. Shuning uchun hech kim o'zini tutgan holatidan, ya'ni namozxonligidan, taqvoda turganligidan hech kim g'ururlanib o'zidan ketib qolmasin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma jal khayra umurina xawatimaha, Parvardigor, bizi ishlarimizni eng chiroyligi umrimizni oxirida bo'lsin. Ya'ni bir umr chiroyli ish qilib yurish mumkin inson, lekin ketar soatda qilgan ishi agar ma'siyat bo'lib qoladigan bo'lsa, bir umr qilgan ibodat habada bo'lib ketmaydimi? Va dindan uzoq yurgan, dinga beparvo yurgan, dindan g'ofil yurganlarga biz sen do'zaxiysan deb hukm aytishlik ham haqqimiz yo'q. Chunki biz ayta olmaymiz, ertaga qaysi holatda jon taslim qilamiz Allohning huzuriga borganda. Ayta olmaymiz. Sizlardan bir kishi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, umrini oxirigacha jahannam amalini qilib yuradi. U bilan jahannamda o'rtasida bir zira qoladi. Lekin umrini oxirida qilgan bitta ishi savob bo'ladi. Shuni ustiga Alloh jonini oladi, shu bilan qolgan hamma amallari nima bo'lib ketdi? Yuvilib ketdi. Demak, hech kim o'ziga xotirjam bo'lmasligi kerak. Mo'min odamning ikkita qanoti bo'ladi. Bitta qanoti Allohning rahmatidan umid,
Bitta qanotda Allohning azobidan qo'rquv. Mana shu ikkala qanoti bo'lganda, ini qush tekkiz ucha oladi. Xuddi shunga o'xshagandek bir insonga faqat jannat haqida gapiraversiz, shalpayib ketadi u. Allohning rahmat haqida gapiraversiz, Alloh kechirib olar ekan degan narsa kelib qoladi. Yoki aksincha, faqat azob haqida gapiraversiz, inson tushib ketadi ruhi. Qur'onning uslubini qarasak, qayerda munofiqlar, kofirlar degan bo'lsa, orqasidan musulmonlar degan. Qayerda jannatni sifat kelgan bo'lsa, orqasidan ya'ni shalpayib ham ketmaylar, qatib ham ketmaylar. Mo'min odam mana shu ikkita narsada yashashligi kerak bo'ladi. Mana qissamizga qaytadigan bo'lsak, sehrgarlarning 40 tasi birdaniga iymon keltirishdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, Misrliklardan faqatgina 3 ta odam Musa alayhisalomga iymon keltirdi. Bu Osiyo binti Muzahim, ana shu Fir'avnning ayoli. Mana aytdik, kamola minar rijali kasir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Erkaklardan juda ko'pi kamolat darajasiga yetdi. Payg'ambarlar, shahidlar, nabiylar, siddiqlar. Lekin ayollardan faqat 4 tasi komila bo'ldi. Shulardan bittasi Osiyo binti Muzahim. Qiyomatda, oxiratda Osiyo ona Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavji ikromlaridan bo'ladi. Maryam binti Imron qatorida. Ikkinchisi shaharning chetidan shoshilib kelgan kishi. Ya'ni ana shu Musa alayhisalom odamni o'ldirib qo'ygan paytda va ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Shaharning tashqarisidan bir kishi shoshilib kelib, "Ey Musa, malolar seni o'ldirmoqchi bo'lyapti, chiqib ketgin" dedi. Shu kishi ham iymon keltirgan edi. Va Fir'avnda saroyda yashagan bitta kishi bor edi, mo'jizani ko'rgandan keyin iymon keltirdi, lekin iymonini yashirdi. Mana shu 3 ta odamdan boshqa hech bir misrlik bu yerda 40 ta sehrgar iymon keltirishmadi. Qolgan hammasi kufrda bo'lgan edi. Fir'avn yengilib qoldi. Ya'ni ishongan 40 ta sehrgar iymon keltirib olgandan keyin yonidagi vazirlariga, kohinlariga maslahat soldi. Nima qilaman endi? Subhanalloh. Inson bir ishni qilishida ikkilanib, gangib turgan bo'lsa, yonida haqni ko'rsatadigan bir birodari bo'lsa, bu eng boy odam. Insonni haqdan toyilib ketishligi bitta musibat. Endi undan ham kattaroq musibat haqdan toyilgan paytingizda to'g'ri yo'lga solib qo'yadigan odamingiz yo'qligi. Bu birinchisidan ham og'irroq musibat. Endi undan ham og'irroq musibat nima? Haqqa boshlaydigan og'ayningiz bo'lib turib ham uni gapiga kelmaydigan bo'lib qolishligingiz musibatning kattasi. Ya'ni menga maslahat berishdi, menga yo'l ko'rsatishlikdi. Ya'ni ilmli-da. Birodarlar, kullu bina adama xato'un degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki, xato qiladi, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shayton ham ilmli bo'lgan. Lekin o'sha ilmiga katta-katta kibr qilgandan keyin iblis layin bo'lib ketdi. Falamma ja'ahum bil haqq min indina qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaydul kafirina illa fi dalal. Ana shu Fir'avnga va Misrliklarga ochiq mo'jiza haq zohir bo'lgandan keyin nima qilishdi? O'g'il bolalarni so'yinglar, ayollarni tinch qo'yinglar, ya'ni tek qo'yinglar. Menga ibodat qilmadinglarmi dedi Fir'avn? Mana endi men sizlarga ko'rsataman dedi. Banu Isroilga azob qattiq bo'lib ketgandan keyin ana shu saroyda yashab, iymon keltirib, iymonini yashirgan kishi ularga haqni ro'baro qildi. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iymanahu ataqtuluna rajulan an yaqula robbiyalloh wa qad ja'akum bil bayyinati min robbikum. Fir'avnda saroyda yashab dedi Alloh taolo. Iymon keltirib, lekin iymonini yashirgan kishi ularga aytdiki, axir bir kishi Robbim Alloh deb qo'ygani uchun o'ldirib yuboraverasizlarmi uni? Axir u sizlarga ochiq Parvardigoringlardan mo'jiza hujjatni olib keltirdi-ku. Ya'ni hujjat zohir bo'lib tursa ham, sizlarga yoqmasanglar uni har xil laqab bilan laqab berasizlarmi? Ya'ni bizga yoqmasligi hech narsa emas. Kitobi sunnatga to'g'ri kelyaptimi? Bizga yoqmasa ham u haq. Bizni yurish-turishimizga teskari to'g'ri kelgan bo'lsa ham, kitobi sunnatda gapiryaptimi? Haq u. U bizga yoqmayapti u. Bizga yoqmaganligi bu faqat bizga yoqmaganligi. Inson havoyi nafsiga qul bo'lib qolganda shunday bo'lib qoladi. Haq gapirilsa ham unamaydi. Bu kishi da'vatni eng ulug'ini qoyim qildi. Ya'ni shahidlarning eng a'losi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamza ibn Abdul Muttolib va zolim hokimga haddidan oshayotgan rahbarga borib haqni gapirgan kishi.
uni ana shu zolim o'ldirib olsa, shu shahidlarning eng a'losi mana shu ikkita odam dedi. Bu ana shu ishni qildi. Zolim bo'lgan, tug'yonga ketgan Fir'avn, ana robbukumul a'la, men sizlarni oliy parvardigoringlarman degan Fir'avnga Allohni eslatdi. Sen bitta bandasan, sen ham o'lasan, Allohning huzuriga borasan, yalang'och turasan degan narsani zohir aytdi. Bu da'vatning eng ulug'i mana shunisi bo'ladi. Chunki hayotini o'limga ro'baro qilib, hayotini garovga qo'yib gapirdi bu narsani. O'shuning payg'ambarimiz aytayapti, shahidlarning eng oliysi Hamza va zolim hokimga borib turib tikkasiga gapirib va shahid qilingan kishi deyildi. Bu kishi mana shuni da'vatni qoyim qildi. Musa alayhisalomga mana shu 40 ta sehrgar va Misrliklardan faqat 3 tasi iymon keltirdi va Banu Isroil ham iymon keltirdi. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min fir'aun va malaihim an yaftinahum va inna fir'auna la'alim fil ard va innahu laminal musrifin. Fir'aundan qo'rqib iymon keltirishdi. Hujjat keldi, Fir'avn ko'rdi, baloni ziyoda qildi. Alloh taolo mana shu Fir'avnni qilgan o'jarligiga Misr ustiga yoppasiga balolar yuborishni boshladi. Qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin faqalu ala Allohi tawakkalna. Banu Isroil shikoyat qildi. Ey Musa, sen kelishingdan burundan bir o'g'illarimizni so'yishgan edi. Ya'ni Musa alayhisolamning tug'ilishidan burundan xabar bo'lganmidi? Banu Isroildan bittasi chiqadi, seni halokatingga sabab bo'ladi degan gapni eshitganda bir so'ygan edi. Keyin Musa alayhisalom ketdi, so'yish to'xtadi. Endi payg'ambar bo'lib kelgandan keyin ikkinchi marta so'yish boshlanyapti. Aytishadiki, qolu uzina min qabl an ta'tiyana va min ba'di ma ji'tana. Tug'ilmasingdan oldin bir xor bo'ldik. Endi kelgandan keyin ham bir xor bo'ldik dedi. Agar sizlar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, tavakkal qilinglar, g'am qilinglar deyapti. Allohga suyaninglar dedi, Allohga suyaninglar dedi. So'ngra tavba qilishdi. Robbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zolimin va najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin va awhayna ila Musa va akhihi an tabawwa'u li qawmikum bi Misra buyuta. Parvardigoro, bizlarni zolim qavmga fitna qilmagin. Bizlarni kofir qavmdan rahmating bilan qutqargin va Musoga va uning akasiga uylarda va'da qilingan kunda ularni topish oson bo'lish uchun uylarga belgilar qo'yinglar dedi. Waj'alu buyutakum qibla. Uylarda namoz o'qinglar va alomatlar qo'yib qo'yinglar. Ya'ni bir kun keladi, Misrdan chiqib ketasizlar. Shunda bir-biringlarni ista mana Yahudiyning uyimidi, Misrning uyimidi deb ikkilanmaslik uchun belgi qo'yib qo'yinglar, shart-shart bir-birlarini maqlasizlar, chaqirib chiqib ketib qolasizlar. Banu Isroil xor edi. Fir'avn butun dunyo hukmronligi, butun bir quvvat Fir'avnning qo'lida edi. Shunda Musa alayhisalom butun quvvatga egasi bo'lgan, butun boylikka egasi bo'lgan Parvardigorga duo qildi. Va qala Musa robbana innaka atayta fir'auna va mala'ahu zinatan va amwalan fil hayati dunya. Parvardigor, sen Fir'avnga, uni atrofidagi malolarga dunyo hayotini zinatlarini beribsan. Ya'ni bizdan ko'ra nima qilib qo'yibsan? Ko'proq ne'matlantirib qo'yibsan. Robbana liyuzilla an sabilik. Seni yo'lingdan adashishlik uchun. Ya'ni bir dunyo kelsa bir odam hidoyat topib ketar ekan, shu sabab Allohga shukr aytib, yana bitta odamga Alloh taolo dunyoni berib qo'ysa, tug'yonga ketib qolar ekan. Mana uni haqqiga duo qildi, duoibat qildi. Robbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima va la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Parvardigor shuncha narsani berib qo'yibsan, adashtirib qo'yibsan shu narsalar bilan. Endi nima qilgin? Ularni qalblarini ushlagin. Ularning qalbiga qo'rquv solgin. Seni azobingni ko'rmaguncha bularni birortasi iymon keltirmaydi dedi. Alloh taolo javob berdi. Ey Musa, sizlarning qilgan duoinglar ijobat bo'ldi. Haq yo'lda mustahkam turinglar. Bilmaydigan kishilar yo'lga ergashmanglar. Qala asa robbukum an yuhlika aduwakum va yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kayf ta'malun. Alloh taologa mana Musa alayhisalom duo qildi. Banu Isroil shikoyat qilgandan keyin Alloh aytdi: "Ehtimol Parvardigoringlar ularga bergan narsani olib, sizlarni hukmron qilib qo'yar yer yuzida. Shunda ko'radi sizlarni nima qilganinglarni" dedi. Ya'ni bu yerda inson yo'q bo'lib turganda, halol, pokiza, taqvoda yashab turib, bo'lib ketganda qaysi holatda yurishligiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Mana mag'lubiyatga sabr qilishlik og'irroqmi yoki g'olib bo'lganingizda sabr qilishlik og'irroqmi? Nima deb o'ylaymiz shuni? Yutkizganingizdan keyin, zaif bo'lganingizdan keyin xolamay nima qilasiz?
sabr qilasiz. Pulni tejab ishlatasiz, bor yo'g'iga shukr qilasiz, ozgina chidaysiz. Endi bo'lib ketganingizda-chi? Mana bir davr keldi biz ham yaxshi bo'ldik, mana Xudo duolab biz ham bir endi ketmonimiz uchdi. Insonga qo'liga ozgina dunyo kelganda tug'yonga ketar ekan. Yashayotdi oddiy solingan uyida. Endi bo'lib ketgandan keyin nima ketyapti? Tug'yonga ketyapti. Hattoki yiliga 2 marta uyni remont qilayotgan odamlar yo'q emas hozirgi kunda. Nima emish? Yangicha chiqib qopti. Bir 20 yil burungi holatini qarasa, uyalish kerak edi shunday qilishlikdan. Nonga pul topolmagan kunlari bor edi. Insonning tabiati ekan bu. Qo'lida bo'lib ketganda inson tug'yonga ketib qolar ekan. Alloh taolo aytayapti, hali biz sizlarni hukmron qilib qo'yamiz. Ularga bergan narsani sizlarga ham beramiz. Qani nima qilasizlar o'shunda? Nima bo'lyapti dunyoda birodarlar? Yahudiylarning qo'lida ma'sub dunyodagi deyarli hamma boylik nima bo'lyapti dunyoda? Tug'yonga ketilinyaptimi? Alloh taolo Isro surasida aytadi: "Ey Bani Isroil, sizlar yer yuzida 2 marta buzg'unchilik qilasizlar" deydi. Bittasi o'tib bo'ldi. Birinchisi bo'lganda falon ishni qildik dedi Alloh taolo. Inshaalloh mana shu qissani davomida keladi. Ikkinchisi kelganda deydi. Qo'liga berib qo'ydi, nima qilishyapti? Biz nima qilamiz? Biz g'olib bo'lganda sabr qilish qiyin, mag'lub bo'lgandan ko'ra. Yo'q bo'lib turgan paytda sizga zulm qilyapti, tajovuz qilyapti, har xil gapni eshityapsiz, chidayapsiz yo'qligi uchun qo'lingizda. Endi bo'lib ketganingizdan keyin siz sabr qila olasizmi? Biz har bitta ishimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ibrat olishimiz kerak. Shunday emasmi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda Makkada qanchalik ozor berishdi payg'ambarimizga. Namoz o'qib turganda mushriklaridan bittasi shunday kelib, bo'ynini sajda qilib turgan paytda bo'ynini ezib turdi payg'ambarimizni. O'lib qolishga yaqin bo'ldi Rasululloh. Muhammad Amin, Muhammad Sodiq bo'lgan, hamma hurmat qilib yaxshi ko'rgan payg'ambarimiz payg'ambarlikni olib kelganda tepalashmadimi? Mushriklarning kattalaridan 7 tasi o'tirganda, payg'ambarimiz sajda qilib turganda tuyani ichiga chavog'ini olib borib boshiga tashab qo'yishmadimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarga qancha aziyat berishdi. Toifga borganda toshbo'ron qilib haydashmadimi? Zaifmidi? Mag'lubmidi? Chidashdi, chidashdi. Endi Makka fath bo'ldi. Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga qo'shin bilan kirib kelayotgan paytlarida sahobalardan bittasini qo'liga makkalik muhojirlardan bayroqni bergan bo'ladi. Al-yawma yawmul malhama deydi. Bugun deydi, bayroqni ko'tarib kelayotganligi bayroq bor. Eski yaralarimizga malham qo'yadigan kun keldi. Ya'ni kimni qo'liga o'tdi? Bizning qo'limizga o'tdi. Bugun adamini beramiz makkaliklar dedi. G'olib bo'ldi-da. Aytayapmiz-ku, mag'lubiyatga chidash bilan g'alabaga chidash o'rtasida katta farq bor. G'alabaga chidashlik qiyin. Payg'ambarimiz bayroqni shaq olib boshqasiga berib qo'ydi. Sen ko'tarmaysan bayroqni deb. Al-yawma yawmul marhama dedi Rasululloh. Bu bugun yaralarga malham qo'yadigan, bir alamimizni o'chimizni oladigan kun deganda payg'ambarimiz yo'q. Bugun rahim shafqat kechiriladigan kun dedi. Chunki g'olib bo'lganda insonni kechirish qiyin. Sizni qo'lingizga o'tib qoldi. Endi nima qilasiz? O'shuncha Alloh taolo aytayapti. Hali qo'lingizga beraman shu Fir'avnning qo'lidagi narsani. Ko'raman sizlarning nima qilganinglar deyapti. Agar mana Fir'avnga dunyoda berding, adashlik uchun deyapti. Agar biz so'rayotgan narsa bizni adashib tug'yonga ketishimizga sabab bo'lsa, bermay qo'yaversin u so'rayotgan narsamizni. Shunday emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ahlini yig'ib kelib turib, endi men nima qilaman sizlar, bilasizlarmi dedi. Ya'ni yuragingiz qaynab ketadi odam. Nima qilardik biz bo'lsak? Biz bilamiz nima qilishimizni. Ahul Karim, Ibn Ahul Karim deb yarilishga o'tishdi. Siz karim kishisiz, karim kishisining o'g'lisiz dedi, antumut tulaqa. Sizlar bo'shsizlar, ozodsizlar deb qo'yib yubordi. Qirib tashlasa haqqi bor edi Rasulullohning. Musulmonlarning chakanasiga ozor berishganmidi? Kechirgan edi. Va mana shu kechirishligi bilan Makka ahlini qalbini kasb qilmadimi? Shart gapirib olish oson. Sen anaqasan deb. Sen manaqa ekansan deb kechirib qo'yishlik qiyin. Mana shu Makka fathidan bir katta xulosalarni olsak bo'ladi. Ya'ni sizlarga beramiz, ko'ramiz sizlar nima ish qilishligingizni. Va laqad akhazna ala fir'auna bis-sinin. Musa alayhisalom Fir'avnni qavmiga duo ibodat qilgandan keyin, duo o'qigandan keyin Alloh taolo Fir'avnni bir necha yil mashaqqat, qurg'oqchiliklar bilan mana endi mo'jizalar boshlanadi akalar. 15 ta 16 ta balodi mo'jizani ko'rgan Banu Isroil. Shunday ham iymon keltirib Musa alayhisalomga taslim bo'lmagan. Shuncha Alloh taolo la'natlagan bo'lardi.
Yomg'ir to'xtadi. Qurg'oqchilik boshlandi. Hamma yoq quridi, ocharchilik boshladi. Shunda Musa alayhisalomni Firavn chaqirib, aytdiki, bu Musoning ishi dedi. Biz Musoni qiynagan. Qarang, biladida haqda, shu yerga odam hayron qolasan, hidoyat Allohdan ekanda. Biladi Musoni Robbisi qilyapti. Banu Isroilni azoblagan uchun xor qilyapti Alloh. Chaqirdi. Agar Robbingga duo qilib bu baloni ko'tarsang, Banu Isroilga azobni to'xtataman dedi. Mana otalarimiz o'tiribdi, yaqin tariximizga qaraydigan bo'lsak, Stalin degan bittasi bo'lgan edi. Dinni rosa qatirib yo'q qilib tashlaganda cherkovda ham, masjidda ham. Urush rosa avjiga chiqqan paytda masjidlarga, cherkovlarga nima qilingan? Qarang-a, boshi bir tupikka borib taqalganda Alloh der ekanda. Xo'p, masjidlarda mana shafoat hojakalarda aytishadi oqsoqollarimiz, borib gaplashib kelib masjidlar ochilgan, jome masjidda namoz o'qiganmiz deyishadi. Mana kattalar bilasizlar. Qani shular ham bilar ekan, Xudoning yo'lida dinga qarshi kurashayotganlar ham ruxsat bergan ekan, ish tushganda Allohga. Inson boshiga musibat kelganda, kasal kelganda Alloh der ekan. Jinlar ishlar tekkizib qoladigan bo'lsa, Allohni eslamay qo'yar ekan. Subhanalloh. Bu Firavn ham xuddi shu ishni qilyapti. Qurg'oqchilik bo'lib, ocharchilik bo'lib ketuvdi. Sen Robbingga duo qil, Alloh baloni ko'tarsa, men sizlarga azoblanmayman. Musa alayhisalom duo qildi, suv yana keldi, daryolar to'ldi, yomg'ir yog'di, hayot mo'lko'chlik bo'lganda yana azobni davom etaverdi. Yaxshilik kelsa bu bizdan, yomonlik kelsa bu Musa va unga iymon keltirganlardan deb Firavn mana shunday bir tuhmat qilar edi. Vaholanki Alloh taolo aytadi: "Innama to'iruhum indallohi valakin aktsaruhum la ya'lamun." Insonning boshiga qanaqa balo kelsa, qanaqa musibat kelsa, mana avvalgi suhbatlarimizda gaplashdik, o'zi shuni so'rab olgan bo'ladi. Shundaymi? Sahobiy deslaylik, hali ayol kishi bilan gaplashib turib, shunday orqasiga qarab ozgina yurib qaradi, boshini devorga urdi. Ko'nmay qoldi devor kelganini. Payg'ambarimizga kelib shikoyat qiluvdi, Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga dunyoda o'zida jazoni berib turib, oxiratdan yengillatib qo'yadi dedi. Boshimizga nima kun kelayotgan bo'lsa, biz so'rab olyapmiz o'zimiz. So'rash degan albatta duo qilishmas ekan. Qilgan gunohimiz bilan ham so'raymiz ekan. Birinchidan balo kelishni boshladi. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. 9 ta mo'jiza sanab turinglar. Ilonga aylangan aso, quyoshdaqa yorug' bo'lib chiqqan qo'l, qurg'oqchilik va mevalar quridi. Ana shu qurg'oqchilik tugab, ya'ni suv kelib, ziyoda bo'lgandan keyin hamma yo'q. Firavn yana azobni davom etdi, Alloh taolo mevalarni quritib tashadi. O'tgan yil qoqini yaxshi ediga o'raydi. Rasa gullagan paytda bitta yomg'ir yog'ib qo'yapti, bitta qor yog'ib qo'yapti, shu bilan qurib ketyapti. Alloh taolo qodir zot ekan. Alloh taolo rahmi kelyapti-ki, mana bu yil ham o'rib bo'lmadi. Kim qo'lida ekan bu? Insonlarda qilgan ishi sabab bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Zoharal fasadu fil barri va bahri bima kasabat aydin nas. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi, insonning qo'li sabab bo'ldi bunga, deydi Alloh taolo. Nimaga sib ketyapmiz? Azon va isloy qisqarib ketyapti deyapmiz. Nimaga qisqarib tezlik ketyapti azon? Kuydiryapmiz neftni, xim zavodlar ishlayapti, xullas o'zimiz nima qilyapmiz? Rasvo qilib olyapmiz. Katta xurmo daraxti bitta xurmo berdi. Katta uzum daraxti bir shingil uzum berdi. Qurg'oqchilik bo'lib ketdi. Ilonga aylangan aso, qo'l, qurg'oqchilik yillari, mevalarning qurishi, to'fon, chigitga, bit, baqa, qon balosi. Mana shu 5 ta baloda hozir gaplashamiz inshaalloh. Suv bosishi. Alloh taolo to'fon dedi, at-to'fon. Nil daryosi haddidan oshdi, Misrda suv bosdi. Suv 1 metrmi, 2 metrmi suv oqib keladi. Banu Isroil Yahudi yashaydigan uyga kelganda burilib o'tib ketib, Misrning uyini bostirib tashlaydi. Tasavvur qilsangiz aql olmaydi bu narsani. Xuddi qo'yni podasi kelyapti-da, har kim qo'y o'zining uyiga kelib ketgandek, suv Misrning uyini bosib tashlaydi, beligacha, lekin Banu Isroil yashaydigan uyga kirmaydi. Mo'jizami? Ochiq mo'jizami? Sehr emasmi? Shuni ko'rib turib ham iymon keltirishmadi. Chigitga balosi keldi. Chigitga bosadi. Mana sarancha deymizmi biz?
Misriyni ekinzorlarga yog'ilib, ekinini halok qiladi, Banu Isroilda ekin tikiniga tegmaydi. Mo'jizami? Shuni ko'rib turib iymon keltirish kerakmidi? Bu hali Banu Isroilni ko'ramiz. Mana shuncha narsani ko'rib turib Musa alayhisolamga nima muomala qilganligini. Keyingi balasi, pit balasi bosdi, bit. Boyliga Misriyni qolab, pachag'ini chiqarib yuboradi, Isroillik uyga kirmaydi. Bu ham mo'jizami? Baqa bosib ketdi undan keyin. Birinchi ketyapti balolar. Baqa bosdi. Idishini olsa baqa, qozonni olsa baqa, qayoqda olsa baqaga to'lib ketgan hamma yo'q. Va 5-baloda oldida Firavn haqiqatan taslim bo'ldi. Bu qon balosi edi. Hovuzdan Isroiliy kelib suvni oladi, olib borib ichadi. Misriy hovuzdagi suvni paqida botirib oladi, qonga aylanib qoladi. Nildan borib turib suvni Isroiliy oladi, suvni oladi. Misriy borib turib paqini botirib olishiga qonga aylanib qoladi. Ya'ni suv yo'q bo'lishiga tasavvur qilaylik qanday musibat. 5 ta baloni mana yengil sanab o'tgan bo'ldik. Aytinglarchi, shundan bittasini ko'rsangiz inson ozgina mulohaza qilish kerak emasmi? Agar iymon keltirish insonda aqli bilan bo'lib, insonda ixtiyori bilan bo'lganda, bu Misriyda hammasi iymon keltirish kerak edi-yu. Xulosa nima bo'ladi xulosa? Xulosa hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga berar ekan. Xohlagan bandasiga berar ekan. Biz bu mo'jizalarda qaysinisini ko'rdik? Biz qaysi payg'ambarning mo'jizasini ko'rdik? Lekin iymon keltirdikmi? Biz esliligimiz uchun iymon keltiribmizmi? Yo otamiz falonchi aka bo'lganligi uchun, tagitugimiz toza bo'lgani uchun iymon keltiribmizmi? Alloh bizga omonat qilib berdi bu iymonni. Biz nima ish qilib qo'ydik iymonli bo'lishigi uchun? Yurtimizni tashlab chiqib ketdikmi sahobalardaqa yoki avvalgi ummatlarga o'xshab qonigacha ko'mib, boshidan arra soldimi biz ustimizdan birov? Iymonni Alloh taolo bekorga berib qo'ydimi? Hattoki dinga qarshi kurashgan tuzumni ustimizdan ketishligiga birorta bir hissamiz bo'ldimi bizni? 70 yil bosib turgan dinsiz tuzum Alloh taolo o'zini yurtida to'polonni qilib boshimizdan olib qo'ymadimi? Shukrini ado qilmaymizmi birodarlar? Jazoirdan fransuzlar 130 yil o'tirgan bo'lsa mustamlaka qilib, 1 million odam shahid bo'lib chiqib ketgan ekan, fransuzlar haydashgan ekan. Biz kimni haydadik? Allohning inomi bo'lmadimi? Bu kunlarimizga shukr keltirishimiz kerak. Misriy qiynanib Isroillik uyiga chiqadi, idishini ko'tarib. Hovuzni olsam qon bo'lib qolyapti. Nilni olsam qon bo'lib qolyapti. Shu uyingizdagi suvdan chicha bering, bolam qiylan desa, hali Isroillik rahmi kelib, paqir-bajinga suv quyib berishi qonga aylanib qoladi. Xullas suvda Alloh taolo shunga tortib qo'ydi. Bu kimning ishi? To'qqiztaki mo'jizani ko'rib ham iymon keltirishmadi. Fastakbaru va kanu qawman mujrimin. Kibr qilishdi shunda ham. Kibr qilishdi. Kibr nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, mana ko'ryapsiz" dedi. Alloh menga chiroyli jussani bergan dedi. Chiroyli kishi bo'ladi, basavlat kelishgan va kiyimim ham hech kimga bo'lishini xohlamayman. Hammadan kiyimim ajralib bitta bo'lib turishni xohlayman. Shu kibrmi dedi? Yo'q, bu kibr emas dedi Rasululloh. Al-kibru batrul haqqi va ghamtun nas. Kibr ikkita narsa dedi. Haq gapirilganda unamaslik, haqligini bilib turib va odamlarni nima qilmaslik? Mensimaslik. Mana shu ikkita narsa kibr dedi. Bular kibr qilishdi haqligini bilib turib. Walamma waqa alayhim rijz. Ularga mana shunday balo yog'ilgach, Musoga yolvorishdi. Qalu ya Musa ud'u lana robbaka bima ahida indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isroil falamma kashafna 'anhum ar-rijz ila ajalin hum balighuh idha hum yankusun. Ular mana shunday balolarga ketma-ket yog'ilib bo'lgandan keyin aytishdi: "Ey Musa, Parvardigoringga duo qilgin. Agar bizda mana shu balolarni ko'tarsa, biz senga iymon keltiramiz." Lom kalimasi ta'kid ma'nosida. Albatta iymon keltiramiz va albatta seni Banu Isroil bilan nima qilamiz? Chiqarib yuboramiz. Qachonki biz ulardan mana shu baloni ko'targanimizda, ma'lum bir vaqtgacha ular so'zidan qaytdi deydi. Mana shu qon balosidan keyin Firavn ruxsat berdi. "Mayli chiqib ketaveringlar" dedi. Chiqib ketishlikka tayyorgarlik ko'rishganida Banu Isroil nima qilishgan edi? Eshiklarning ustiga alomat qo'yib qo'yganmidi? Kechki payt ruxsat bergan bo'lsa, ertalabgacha Firavn aynib qolmasligi uchun Alloh taolo tunda yo'lga chiqishlikka buyurdi Banu Isroilga. Tunda. Fa asri bi ibadi layla. Ya'ni meni bandalarim bilan tunda nima qilinglar? Yo'lga chiqinglar.
Toki tong otganda Firavn nima bo'lib qolmasin, fikridan qaytib qolmasin. 600 mingta yahudi chiqdi shunda Misrdan. 82 ta 83 ta deyiladi. Yoqub alayhisalom Misrga Yusuf alayhisalomning oldiga kelgan paytda. Mana bir necha 100 yil o'tgan bo'lsa 600 mingta bo'ldi soni. Qo'yi, qo'zisi, yuk taqi, shu mol qo'ylari bilan 600 mingta odam yo'lga chiqishdi. Falastin tomonga qarab yurishdi. Firavn javob bergan kechasi uxladi, ertalab turib qaraganda Isroiliylardan hech kim yo'q. Ya'ni tunda chiqib ketib qolishdi, fursat bo'lganda. Fursat bo'lganda foydalanib qolyapti gap qisqasi. Qanday ularga ketishlikka ruxsat berdim? Ya'ni kim bizning xizmatimizni qiladi? Kim bizning qulimiz bo'ladi? Idahum yankusun فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين. Qo'shinlarini yig'ishlikka buyurdi. Butun armiyasini yig'di. Ana shu atrofidagi bari malolar bilan butun qurol aslasini yig'ib, Bani Isroilni orqasidan quvib chiqishdi. Alloh taolo aytadi, biz chiqardik ularni deydi. Ular chiqib ketayotganda bu oxirgi marta chiqib ketishligi, qaytib kelmasligini qayoqdan bilsin edi? Biz o'zimiz chiqib ketyapmiz deyshuvdi. Alloh taolo aytayapti, biz chiqardik ularni. Bog'lardan, buloqlardan, xazinalardan, chiroyli bo'lgan maqomlardan biz chiqardik ularni deydi. Shunday biz Bani Isroilga bu narsani meros qilib berdik. Askarlarni tayyorlashga bir qancha vaqt ketdi. Ularni yig'ib chiqquncha Bani Isroil ana shu Qizil dengizning ikkita qanotidan bittasi, Bahrul Quzum, ana shu ikki qanotidan bittasi yetib qolgan edi. Bani Isroilning boshi dengizga yetdi. Firavn orqadan qo'shini bilan ko'rindi. Falamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Ikkita jamoat bir-birini ko'rishgan paytda Misrliklar Yahudiylarni ko'rdi. Yahudiylar Misrliklarni ko'rganda Musoni ashablari aytdi, yetib olishadi orqamizdan deydi. Mana shu o'rinda Musa alayhisolamning Allohga bo'lgan ishonchi, tavakkulini qaraylik. Nima dedi? Kalla, qala kalla inna ma'i robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan dedi. Menga albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Orqada turibdi Firavn qilichini taqab. Lekin ko'ngil nima deyapti? Qalb nima deyapti? Endi nima bo'lar ekan demayapti bizga o'xshab. Ibrohim alayhisolamda ana shu palaxmonni kapkini yo'tkazib qo'ygan paytda nima dedi? Hasbunalloh demadimi? Ani hech kim yo'q, bitta odam hamoyatga qo'yilar demayapti. O'tga uloqtirdimi? Hasbunallohga javob bergan ular. Uchib ketayotganda Jabroil alayhisalom kelib, "Alaka haja ya Ibrohim" dedimi rivoyatda? Bizga xizmat yo'qmi deb Jabroil alayhisalom xizmatga o'zini taklif qilganda nima dedi? Sizgami dedi? Sizga hojatim yo'q. Ammo Robbimga hojatim bor, Robbimga aytishim ham hojati yo'q dedi. Ya'ni nima qilyapti? Hali duo qilishni o'rgandik o'tgan darsda. Ya'ni menga nima kerakligini Parvardigor Musa alayhisalomga deyapti bu yerda. Mana hali daraxtlarga borib turib duo qildi. Robbi inni liman anzalta alayya min khayrin faqir. Parvardigor menga qanaqa yaxshilik tushursang, o'sha menga kerak deyapti. Yaxshilik deb so'rayapti. Endi bu yerda orqasida shunday bir balo taqalib turganda aytayaptiki, Robbim men bilan albatta nima qiladi? Yo'l ko'rsatadi. Firavn yaqinlasha boshladi. Banu Isroil oldilarida dengiz turibdi, orqasida Firavn qo'shini turibdi, qo'rqishdi. Fa'uhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin katawdil azim. Biz Musoga vahiy qildik, asoyingiz bilan dengizni uring. Aso bilan dengizni urganda ikkita ulkan tog'dek suv ikkiga bo'linib turdi. Bu yana qaytarib aytamiz. Ana shu 600 ming Banu Isroil ko'rib turibdi mo'jizani. Orqasidagi Firavnning askarlari ko'rib turibdi. Dengiz ikkiga bo'linib, tog'dek bo'linib turdi. Alloh taoloning qudrati ilohiyasi. Necha million yillardan beri loy bo'lib turgan, ho'l bo'lib turgan dengizni osti quridi. Bu kimning ishi edi bu? Vala ya'lam junud robbika illahu. Robbini qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Biz qanaqa qurol aslaha to'plasak, mana shu yer yuzida yaratilgan qonunlarni asosida ishlaydigan qurollar to'playaptimi odamlar? O'sha raketasi ham Alloh bergan moddalar kuyish hisobiga uchadimi? Ha?
qurayotgan yertagiga qurilayotgan bunkerlar, tankalar, vertolyotlar Alloh taolo yaratib qo'ygan qonunlarda asosida harakat qilyaptimi? Alloh taolo qodir emasmi? Ana shu qoidani xohlagan lahzada olib qo'yishlikka. Telefonlar ana shu magnit to'lqinlar hisobidan ishlayaptimi? O'sha to'lqinni Alloh taolo yo'q qilib qo'ysa nima bo'ladi? Birodarlar, bu Alloh taoloning qudratida shak bo'lmaydi. Hamma qo'rqdi. Musa alayhisalom qadamni bosdi, dengizga kirishdi. Firavn orqasidan choptirib keldi. Firavn ham nima qildi? Ergashdi, lekin Firavn ham ahmoq emas edi, birodarlar. Qo'rqib ketdi dengiz ikkiga bo'linganiga. Bu dahshatli manzara edi. Butun boshli dengiz oxirigacha ikkiga bo'linib turibdi. Qo'rqdi. To'xtab oldi, lekin Alloh taolo xohlagani bo'ladi, birodarlar. Otini tortib to'xtatdi, ot to'xtadi. Qo'shin ham to'xtadi orqada. Lekin Alloh taolo Fir'avnni halol qilishni xohladi. Otiga buyurdi, ot yurdi. Har qancha orqaga tortmasin otini, to'xtamasdan yugurdi oldiga. Qo'mondan yurgandan keyin askar nima qiladi? Askar ham yuradi. Demak, kim kirgizibdi suvni tagiga uni? Kim aytgani bo'lar ekan? Biz rejani tuzoramiz, planni qilaveramiz, lekin Allohning aytgani bo'ladi. Allohning aytgani bo'lgandan keyin sizga yoqmasa ham alhamdulillah deng, yoqsa ham nima deng? Chunki sizga yoqsa ham o'sha bo'ldi, yoqmasa ham o'sha bo'ldi. Firavn otini to'xtatmoqchi bo'lib qattiq urindi, lekin Alloh taolo xohlagani qildi. Fa'alu lima yurid. Parvardigorimiz xohlagani qiluvchi bo'lgan zot. Faghoshiyahum minal yammi ma ghashiyahum va adalla fir'aunu qawmahu va ma hada. Ularni mana shu dengizdan qoplagan narsa qopladi. Fir'avn qavmini adashtirdi, hidoyatga boshlagani yo'q. Ya'ni har bitta odam o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deydi. Shunday emasmi? Ming xil hujjat keltiradi. Hamma o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deydi. Ko'chadagi hali qimir-qish ish qilayotganlar ham men deydi mehnat qilib topyapman pulimni deydi. Bilasanmi, men agar hamma yo'lda payatka bilan qiladigan bo'lsam qanchaga tushib ketasan deydi. U ham to'g'ri ish qilyapti o'zichasiga. Hattoki o'g'ri yotib turib o'zini qilayotgan. Inson bir ishini to'g'rida bilmasa shu ishini qilmaydi. Fir'avn ham o'zini qilgan ishini to'g'rida bilar edi. Alloh taolo aytayapti, Fir'avn qavmini zalolatga boshladi, to'g'ri yo'lga boshlagani yo'q. Hammani tutgan yo'li to'g'ri bo'laversa, bu haqiqat ko'payib ketib qolyapti-ku. Haq bitta, bu Alloh taoloning ko'rsatgan yo'li. Alloh taolo Yunus surasini 90, 91, 92 oyatlarda marhamat qiladi. Astagfiru billah. Va jawazna bi bani Isroil al-bahra fa atba'ahum fir'aun va junuduhu baghyan va adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Isroil wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Alloh taolo marhamat qiladi. Biz Banu Isroilni dengizdan olib o'tdik. Unga Fir'avn va uning qo'shini zulm qilgan, tajovuz qilgan holda orqasidan ergashdi. Endi qachonki Fir'avnga cho'kishlik yaqin bo'lganda, u aytdi: Banu Isroil iymon keltirgan, Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman va men musulmonlardanman dedi. Iymon keltiribdimi? Keltiribdi. Aytamiz-ku, demak eng asosiy narsa oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lgan odam jannatga kiradigan bo'lsa, demak asosiy maqsad oxirida shu kalimani aytib olish ekan. Oson ekan u. Aytsiz, nazaringizda oson kelyapti. La ilaha illalloh. Lekin birodarlar, bu tilni kim aylantiradi? Siz ketar soatingizda shu kalimani aytishligingizga aminmisiz? Namozga beparvogan bo'lgan odamning tilidan mana shu kalima tortib qo'yiladi deyilgan ulamolar tomonidan. Namozga beparvo bo'lgan odamni og'ziga shu kalima kelmaydi der ekan ulamolar. Xo'p, devam oldiz. Boring aytib ham ulgudingiz. La ilaha illalloh. Lekin Alloh qabul qiladimi degan savol turibdi. Fir'avn aytdimi? Aytdi. Jabroil alayhisalomning mana shu yerda bir payg'ambarimiz aytgan so'zlari bor ekan. Ey Muhammad dedi Jabroil alayhisalom, hech bir odamni Fir'avnni yomon ko'rganchalik yomon ko'rganim yo'q dedi. Agar ko'rganingizda edi Rasululloh dedi, Fir'avn cho'kayotib la ilaha illallohni aytayotganda og'ziga suvni tiqib turdim dedi. Toki aytib yormasin bu kalimani. Aytib yorsa Alloh taolo nima qilmasin? Ha xo'p, aytdi ham. Nima bo'ldi? Alloh qabul qildimi?
G'arg'aramaga kelib qolgandagi tavba qabul bo'lmaydi. Kun bu yoqdan chiqib qolganda qilingan tavba qabul bo'lmaydi. O'lim ko'zga ko'rinib qolgandan keyin endi qayerga qochasiz? O'lim soatingiz yaqinlashganda borib burdingiz ehson qilib olishingiz bir savob bo'lsa, tirikligingizda, sog'ligingizda pulingiz o'ziga kerak bo'lib turganda qilgan 1 so'm pulingiz savobi farqi bor. Ya'ni qaraganda yoshlar baribir nima qilamiz? Qayerga boramiz? Masjidga boramizda. Boshqa yerga borgani quvvatimiz ham yetmaydi, boshqa yerga borgani uyat ham. U bilan yoshlikda qilingan ibodat farqi bor. 7 toifa degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning arshining soyasida turadi. Shundan bittasi shab nasha fi ibadati robbih. Yoshligidan Robbisining ibodati bilan yashagan yigit deyiladi. Yigit kim? 40 yoshgacha yigit deyilaveradi. Biz endi bo'lib qo'yganmiz yani o'zimizchasiga. Garchi Fir'avn bu kalimani aytgan bo'lsa ham, Alloh taolo uni bu kalimasini qabul qilmadi. Banu Isroil shu yerda tugatsak bo'ladi, lekin mana shu ozgina qolgan vaqtimizdan ham foydalanib qolaylik. O'zi mo'ljalda bir 3 yoki 4 jumada tugatishlik niyat bor edi, lekin Allohning xohishi bo'lar ekan. Shunday cho'zilibroq ketyapti. Banu Isroil dengizdan qutulib chiqdi. Banu Isroilning oxirgisi dengizdan oyog'ini ko'targan paytda hali Fir'avn ularga yetmasdan turib qo'shini to'laligicha kirgan edi. Bosdi. Alloh taolo aytadi: "Al-an endimi?" deydi Alloh taolo. Endimi? Axir sen taqiq osiylardan eding bundan burun va fasod tarqatuvchilardan eding. Endi Alloh taolo nima qildi? Bugun dedi. Seni badaningni sendan keyingi bandalarga ibrat bo'lishligi uchun badaningni saqlab qo'yamiz dedi. Ko'rdinglar televizorlarda, suratlarni ko'rdinglar-a? Parvardigorimizning va'dasini haqligini ko'raylik. Necha ming yil bo'ldi bunga? Vallohu alam. Lekin Fir'avn bilan birga boshqa odamlar ham cho'kkan edi. Nimaga ularda jasadi qolmadi? Fir'avn bilan birga yog'ochlari, temirlari tushgan edi. Nimaga ular qolmadi? Nimaga Fir'avn qoldi sajda qilgan holatda? Alloh taoloning va'dasi edi bu. Seni jasadingni qiyomatgacha yashaydigan odamlarga ibrat bo'lish uchun jasadingni qutqarib qo'yaman dedimi? Fatarakna hayatan halfun min mudakkir dedi Alloh taolo. Nuhni kemasini qoldirib qo'yganmiz tog' ustida. Aql yuritadiganlarga ibrat bor. Fikr yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Nuh alayhisolamning kemasi bor hozirgi kunda. Necha ming yil bo'ldi unga. Nimaga chirib yo'q bo'lib ketmayapti? Yog'ochdan bo'lgan kema. Temir chirib yo'q bo'lib ketyapti-yu. Bu Qur'onda haqligi, payg'ambarimizning aytgan so'zlarni haqligi bitta dalil emasmi? Biz juda ko'p narsani bilamiz. Kallamizda ma'lumot oshiqcha ziyoda, lekin shundan xulosa olib, shu xulosalar asosida yashashni bilmaymiz. Hazrat Umar roziyallohu anhu Baqara surasini 2 yil yodlagan ekan. Arab edi, sahoba edi, yodlab qo'ysa bo'lar edi. Nimaga desangiz, Baqara surasidan boshlab 10 ta oyat bo'lganda shab turib chiqib ketib qolar ekan, qolganini eshitmasdan. Keyingi safar o'qilsa 12-oyatgacha eshitar ekan. Misol uchun. Chiqib ketar ekan. Keyingi safar o'tirib boshlanganda 14-gacha 2 oyatdan qo'shar ekan. Nimaga buni qilasiz desa, o'sha ikkitasini hayotimga tatbiq qilib olay, keyingi ikkitasini keyin eshitaman der ekan. 2 yil yodlagan bo'lsa, demak 2 yilda Baqara surasiga nima qilgan ekan hayotiga? Tatbiq qilgan ekanmi? Bizning mushkulamiz nimada? Biz eshitib ko'ramiz. Bir narsalar gapirib bering. Bir narsa eshitib o'tiraylik. Birodarlar, bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'lmaydi. Bilganimizga nima qilishimiz kerak? Javob berishimiz kerak. Bu qissalarda eshityapmiz. Yana qaytarib aytaman. U ko'ngil xushlikka, bir vaqt o'tkazishlikka emas. Xulosa olaylik. Allohning va'dasi haq ekan. Ibrat olaylik. Mana shu ibrat asosida yashaylik. Mana hozirgi kunda ana shu muzeyda deylik, Fir'avnning jasadi turibdi. Uni mumlashmadi ham boshqalariga o'xshab. Ha? Mumiya deydimi? Lataga o'rab yoq surkab turib uni aliga piramidaning ichiga apirlan qo'yishmadi. Dengiz tagiga tushib ketdi. Lekin Alloh taolo chiqarib bermadimi uni? Imom Zamaxshari mana shu qaysi joydan chiqishligini ham tafsirda yozib qo'ygan ekan. Keyin 20-asrda topildi bu. Imom Zamaxshari qachon yashagan? Aytib qo'ygan ekan, shu mana joydan chiqadi. Topib chiqishdi. Ibrat olaylik. Banu Isroil dengizdan chiqib najotga yetishdi va chiqishligi bilan shuncha mo'jizani ko'rgan ekan. 9 ta mo'jiza Misrda, yana bitta mo'jiza dengizda. Nechta bo'ldi? 10 ta mo'jizani ko'rib chiqishdi-da, chiqishligi bilan bir qishloqqa ro'baro bo'lishdi. Qishloqdagilar bir daraxtgami, sanamgami sig'inishardi butga.
Shuncha baloni, shuncha mo'jizani ko'rib turib chiqib aytishdiki, va javazna bi bani Isroil al-bahr fa ataw ala qawmi yakifuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana aliha ilahan kama lahum aliha. Fa kalimasi fa ataw. Chiqishdi, sirasi kirishdi degani. Dengizni bo'yidagi qishloqqa kirishligi bilan bir qavm bir o'zlari yasab olgan butga sig'inayotganini ko'rishdida, "Ey Musa, mo'g'larga o'xshab bizga ham bitta but qilib bermaysanmi? Sig'inamiz unga" deydi. Mana boshlanyapti birodarlar. Darsimiz asosiy qismi mana shu yerdan boshlanadi. Chunki 9 ta mo'jizani Misrda ko'rgan, xor qilib so'yilib turgan holatdan olib chiqib ketgan Musa alayhisalomni har bitta so'ziga so'zsiz itoat qilish kerak edi-yu. Qala innakum qawmun tajhalun. Musa alayhisalom sizlar bir johil qavm bo'ldinglar. Ya'ni shuncha baloni ko'rgandan keyin yana butga sig'inaman deysizlarmi? Qala ag'ayrallohi yabghikum ilahan huwa faddalakum alal alamin. Sizlarda butun olamlardan afzal qilgan Allohni qo'yib, boshqa ilohni istab bering, qilib beramiz sizlarga. Musa va Banu Isroil ana shu qishloqdan chiqdi, Falastinga qarab yurishdi. Alloh taolo Musa alayhisalomni Tavrotni qabul qilib olishligi uchun ana shu vodiyga, Tur tog'iga chaqirdi. Musa alayhisalom qavmini tashlab, shoshilganicha Tur tog'iga ketdi. Inshaalloh keyingi suhbatimiz Musa alayhisalomni Alloh taolo ana shu Tur tog'ida bo'lgan holiga kelganda davom etkazamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.